Mening makanim Iddi goya illi qahar hüsni cemalim Vay ne üçün boldu bir gün Tunca qarab senin ah tarim Menim makanim Men sözlemoqchi bo'lgan bu hikoya Çin xandonligining oxirgi mezgillardagi Qashqar shahridan boshlandi. U chaqlarda mening dadam Bavdun endi 10 yoshda ekandi. Allohu akbar Alloh Jigdilinglar, jigda, obdan jigda, jigdilinglar, jigda, jigdilinglar. Jigda. Jigdilinglar, jigda, jigdilinglar. Hocam, bunu asla. Bunu asla. Hocam, hocam, bunu asla. Bunu asla. Hocam, bunu asla. Hocam. Hocam, bunu asla. Mana. Oksijen kebap kemmava. Kes hocam, kebap diyen şu, kebap, paklan gücüne etken kebap. Samsa. Yaxşaylaysan. Paklan gücü kava samsa iken baba. Samsa. Okşuğa samsa iken baba. Elullah samsa. Kötüremeyin bundan birinin ne? Doktor, Cungu zeminideki bu bir puçuk yamak mı? Sizni gelip kılıp aldım değil mi? Konsul janabları, bu 1200 yıl burunki tang devrinin metal pulu. Ha? Mana qarang. Bu yamak kimning? Bu kimning? Bu yamak kimning? Uni tutinglar. Uni tutinglar. Bana tutinglar. Bavdun? Uni tutinglar. Bana tutinglar. Qochqan bana tutinglar. Tutinglar. Nertur.
Nim to'da be. Nim to'da deyman. Nim to'da. Buva, setmay. Olmay bu. Çık. Voy. Qashqa shahrining oliy amaldori Do'tay janoblari. Janşiye. Xo'sh. Angliya konsuli bilan birga tug'an o chet ellik to'nisizli bir odam bu. Len hocam, u yoq tunigil shahrimizga kelgan Yevropalik sayohatchi Terry doktor bo'ladi. Nima degan haybatli ko'rinish. Ha. Bu nima? Poh. Mana qaranglar. Xristosimiz dunyoga kelishdan 300 yil burun bu sapalqachilar ishlab chiqarilgan ekan. Agar buni Parijning asar atiqli bozoriga olib olsa, cho'qim zilzilaga keltirib etgan bo'ladi. Doktor janoblari, bu asarat eqilani kimga sotmoqchi bo'lyapsiz? Albatta, Britaniya muzeyiga sotsizda. Hurmatli xonim, insonlara davlat tavalligi bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Doktor janoblari, shu yoymichini yillik qadimiy shaharga boshlab bordi deb ishonamsiz? Men sizga vakolatdan Jumhur hukumatiga murojaat qilib, yo'l boshlig'uchini topishingizga yordam berishni xohlayman. Rahmat. Hajati yo'q. Rossiya konsulimi o'zining ashundaq yaxshi niyatini menga izhor qilgandi. Uni rahmat bilan rad qildim. Apin urushi bilan ili shartnomasidan keyin chin xandonligi g'arb ellaridan bakmi ehtiyot qildigan bo'lib qoldi. Mayli Angliya ayol podshosining elchisi bo'lsin yoki Chor podshoning mehmoni bo'lsin, mening bu qitimqi sayohatimning ilmiy maqsadiga yordam beramaydi. Shunga Do'tayning oldiga o'zim berishni qaror qildim. Do'tay mahkamasidan jonbigim keldi. Konsul janoblari, bugun akşam Do'tay janoblari Terry doktorga ziyofat bermoqchi. Qadam tashrif qilishlarini so'raymiz. Terry janoblari topmoqchi bo'lgan o qumliqdagi qadimiy shahar faqat xalq orasida tarqalib yurgan bir afsona. Do'tay janoblari, menmo Taklimikan qumlig'ida oltin bilan qosh teshidan silingan ajoyib go'zal bir shahar bo'lib, uni agar kim topa olsa, eng zo'r boylik ega bo'ladi ekan deb anglagandim. Biroq, qani. Marhamat. Doktor janoblari, bu afsonaning keyingi qismini albatta bilish kerak. Anglashimcha, ming bir jafoda u shaharga borgan odamlar eng zo'r boylikqa erishgan bo'lsa-mu, lekin qaytib kelmagan. Ular qandoqli mangmusun, xuddi bir ezitga uchrab qolgandek yo'l topolmay, qumliqni oilni yurib halok bo'lgan ekan. Faqat eliq boyliqlarni o'z o'rniga qo'yib qo'ygandan keyin ondan yo'l tepib qaytib kelganmish. Tehe tunigulla mushu shaharning bozorida shu qadimiy shahardan o'tkazib kelingan madaniy buyumlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Angliya konsuli maqdam keldi. Kechirgaylar. Ha, qarshi olamiz. Qani, marhamat. Do'tay janoblarining doktorni mundaq izzat bilan kutganlarga rahmat. Bundan keyin texmi ko'proq xayrixohlik qilishlarini umid qilamiz.
Peyqirning iqtidorsizligidan ba'zi savalliklar o'tib qolishi mumkin. Terri janoblarining bu qitimki sayohati Londonning yo'l yo'ri bilan bo'lganmi qandoq? Yo'q. Bu xalqning moddiy yordami bilan bo'ladigan bir qatimliq shaxsiy ilmiy tekshirish. Ayol podshomi buningga intayin ko'ngil bo'ldi. Marhamat. Rossiya konsuli Petrov bilan Bag'dod keldi. Qarshi qani marhamat. Teri doktoru uchun o'tkazgan bu ziyofatlarga sharaf bilan qatnashdim. Char podshoh oliylari qo'llagan bu sayohatning muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Qani marhamat. Andaqda Teri doktor janoblari bu qitim Char podshohning qo'llashiga erishib keldi-da. Shundoq, Nikolay II oliylari Teri doktorini shaxsan o'zi qabul qilib qolmay, balki uning Rossiya orqali Yevropaga qaytishiga ruxsat qilgan. Janoblari baya Yol Bashlughuchi tepish to'g'riliq gap qilgandilar. Menimcha endi uni tepish tasdak turdi. Doktor. Qarshi olamiz. Qani marhamat. Siz izlagan heliq Yol Bashlughuchi tepildi. Bu mening o'g'lim, Parochik Peshkov. Bu sizga hammani so'zlab beradi. Nəhayət yaxşı. Siz bilan tanışqanlığım üçün özümni intayin baxtga his qilman. Men Yol Bashlug'uchining xo'jayinini birga olib keldim. Shundaqmi? Marhamat. Bu kishi Qashqarning dangliq boylaridan biri. Rossiya Aziya Yung şirketining mudiri Seyitbay. Siz ko'rgan heliqi yoymichi bovay. Bu kishining uydan qochib ketgan bir malay. Nəhayətmi yaxşı. Mening bu o'g'lim kichigidan tortibla O'rta Oziyada cho'ng bo'lgan. Sharq tillarini to'liq biladi. Sayohatga mo baq qiziqadi. Agar buni tarjimon ham yordamchi qilib olsangiz, buni o'zimiz uchun zo'r sharaf deb biladik. Nəhayət ətrafda o'ylabsiz. Bununla men bakmi xo'shal. Seyitbay. Hiliqi molingiz hozir qayerda? Texi tutib kelmadik. Biroq uning turgan yerini allaqachon bilib oldik. Balam, shuncha kangri jahonda faqat mushu daryolar biz yo'qsullarga hamnafas. Qarg'ana, bu kapda qancha yiroqlarga uchib ketgan bilanmi, oxiri o'z makoni bo'lgan mushu daryo bo'yiga yana qaytib keladi. Bağdun, esingda bo'lsin. O'z makonimiz bo'lgan bu tarimdan sen hergiz ayrılma. Uqdun mu? Uqdim. Burun, tarim, bundaq emaskendik. Hammalı yeri bağı bostanlık. Xuddi cennetga o'xshaydi ekan. Minglagan odamlar baxtiyor turmushda yashab ekan. Biroq keyingi chog'larda ikki yovuz olvosdi kelib, birisi bo'ron chiqarib, shaharni vayron qilsa, ikkinchisi qum ko'chirib, bebayon zaminni vayron qilib o'tgan. Yana birisi vabo kesili tarqitib, odamlarning jeniga zomin bo'lgan ekan. Shundan keyin tarim dashti bayovonga aylanib ketgan. Buva, u olvoslar nimish qug'ilib o'tmabdi ekan. Olvoslarning
genini aladigan xanjar Quyosh shahriga solab qo'yilganmish. Qanchalagan yillar, qanchalagan davrlar o'tib ketdi. Toki hozir qadar birmi odam uni ochadigan oltin ochqichni topolmagan. Oltin ochqich? Janoblar, teri doktorining Tarimdagi Tilsimat shahrining oltin ochqichini tepib, taklimakan qumlig'ini bo'ysundirish uchun hammamiz birlikda ko'tiraylik. Azroq ta'xir qilasizlar. Bu apandim Poruchik Pechko. Hozir Pechkov apandim taklamakan qumlig'ini bo'ysundirish uchun ko'tirayli dedi. Bu bo'ysundirish. Jungo tilida bo'ysundirish degan bu so'z azroq zo'rliq ma'nosini o'z ichiga oladi. Shunglashqa buning o'rniga yaqinroq bir so'zni ishlatsak qanday? Janoblari boshqacha o'ylab qopla. Qumluqni bo'ysundirish pandiki ulug'vor bir ish. Endi zo'rliq degan bu so'zga kelsak, Jungo tilidami boshqacha bir ma'noni bas kerak. Shundaq. Giyo unmaydigan cho'l jasiriga yaqinliq so'zning nima keragi? Andaqda buyuk Angliya imperiyasidagi qumliqni boshqalar berib bo'ysundirsin bo'laverdi-kanda. Ayol podsho oliylarining tavalligida port, shahar, go'zal bog'lari bor. O haqiqatan yaxshi joy ekan. Agar u yani Rossiyaliklar berib bo'ysundirsa, qandoq bo'lar ekan, na? Bugün sizlarning toza ilhomlar kelibdi-kanda, Do'stlar janoblari. Men bir erkin davlatdan keldim. Hech qanday odamga vakillik qilmayman. Faqat ilm, fanga vakillik qilaman. Jungo azaldan mehmon do'stlikda danqi chiqqan. O'zlaridan burunqi mansabdorlarmi mening kasbdoshlarimga ko'plagan yordamlarni qilgan. Masalan, Rossiyalik general Polvarskiy, Angliyalik Eston qatorliqlar. Meningcha, bu oliyjanob yordamlar men uchun mujari bo'ladi deb o'ylayman. Shunga bu arzimas so'g'amni Do'tay janoblarining qabul qilishini o'tinaman. Janshiye. Xo'sh. Rossiya konsulining iliqidagi bu qitim sayohatga qatnashamdiki. Seyitboyni teriga shu tanishtirgan. Seyitboy? Eliq Rossiyaning grajdonlik kenishkisini elib shularning savdogarchiligini qilayotgan boymi? Shundaq. Podshoh sodiq bo'lmagan ahmoq. Berib uniga ayt. At o eliq Yol Bashlughuchini teri doktorga topshirsin. Xo'sh. Berke. Bu ikki shish apkin orqini sana sovuq qilay. Rahmat janoblari. Berke. Sen ular bilan birga berib, aloqa ishlarini boshqarg'ach ularning qiyga ishlariga nazar selib mang'in. Bağdur! Bağdur! Sıma! Bağdur! 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 Git! Çaptan kalk! Bağdur! Ulan çaptan kaç! Allah! Bağdur!
Nevremni qaytırıp beriş. Bağudun qeni, tilini tat. Nevrem bağudunni qaytırıp beriş. Canbegim. Hey, vahşilik. Otur asırdaki vahşilik. Men taklif qilgan yo'l boshlig'uchiga nimishqimi shundoq muomala qilasizlar? Doktor. Boy. Siz xapama. Men sizga aytay. Doktor janoblari, bo'shatmasa, bu qiri bak yovuz, bo'shastirlik qechib ketadi. Boy. Kechirim. Ularning bunda qilishidan mening faqatli xabarim yo'q. Bağudun qeni. Nima deydi? Boy, teri doktor bo'lsa bir olim. Siz bizga yo'l boshlig'uchi bo'lib, qadimiy sharga boshlab borsangiz qanday? Ha? Bağudun qeni deyman. U nima deydi? Bağudun degani kim? Uning nevrisi. Nevrisini Seyitbay malayliqqa olib ketgandi. Siz uningga ayting. Men nurg'un pul beraman. Agar u bizni qadimiy shaharga boshlab borsalar, Seyitbaydan uning narsasini olib berishga men va'da beraman. Boy, doktor janoblar aytdi. Agar bizni qadimiy shaharga boshlab borsangizlar, navringizni cho'qim qaytarib beramiz. Ikkinglar yana birga o'tisizlar. Uqdingizmi? Su bir Aycan, nima degan issiq, yuragim qizib ketdi. Aycan. Bu islom dinidiklarning nazoratkorligimi? Shundoq. Buni Uyg'urlar gumbaz deydi. Gumbaz. Mana. Oldimizda texnik qimmatli asoratliklarni cho'qishimiz mumkin. Biz bu yo'l boshlig'uchini joy tepdimiz. Ha? Ey. Bu suni yo'l boshlig'uchiga olib ber. Xo'sh. Ulug' Parvardigorim. Navram Bağudunni o'z panohingda saqlag'aysan. İlaha amin. Allahu ekber. İbrahim, doktor janobları bunu sana öğretti. Su gel. Hey, nima qilib tursan? Tez bo'l. Nima? Tez bo'l. Nima?
qarang. Yana qaytib ketdik-ku. Juring, yol boshlig'ini so'rab baqayli. O qani o'g'ri. Qani o'g'ri, sen bizni nega boshlab bormoqchi? İbrahim, sen bizni bu qumluqda cho'giltib yurib, zodi nega boshlab bormoqchi? Ha? Do'zaxqa. O nima deydi? Do'zaxqa deydi. Do'zaxqa? Görgü demekçi. O qara ablah. To'xtanglar. Bugun mashhad qo'limiz. Dastlabda bu qeri xil obdal ketayotdi. Eliq kapdan o'taganda kiyilla niyati buzildi. O ablah. Ravoj topmaydigan millat. Doktor. Meningcha bu yerda cho'qim bir ish bor. Qumluqda bizni aylantirib yurishdan ilgari, eliq gumbazning yenida men bir oyoq izini ko'rgandim. Iz? Qeri bu izni ko'rgandan keyin bakmu hayajonlanib ketdi. Teri doktor janoblari, meningcha adab. Qarindoshlar, sizlar bir qopoq suvni elib bu yerdan kechib ketinglar. Kechib ketinglar. Andaqda sizchi? Anlat turish. Doktor janoblari sizlarga bir narsani uqtamoqchi. Qani. Bizning sayatimiz mag'lub bo'ldi. Chunki İbrahim bovay bizni qasddan qaymoqtirib, qumluqda cho'giltib yurdi. Elavag'an suyimiz chekli. Agar mushunda ketaveradigan bo'lsak, hammamiz usuzlikdan o'lamiz. Men ajaldan boshqalarni o'zimga majburiy xizmat qildirishni xohlamayman. Shundaq. Doktor janoblari azaldan boshqalarni o'ziga majbur xizmat qildirishni xohlamaydi. Shunga İbrahim bovayni darhol ishdan bo'shatishni qaror qildi. Biz endi qadimiy sharq bormay, ata Qashqar qaytimiz. Lekin İbrahim bovay darhol sepimizdan qaytib ketish kerak. Doktor, u ketdi.
Bağdı! Buva! Buva! Bağdı! Buva! Bağdı! 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 Gel balam! Balam, qandaq keldin? Buva, senin kadimi şehirge, ulağına yol başlıqçısı bolup bardığanlıqını anlap, yerim keçilen hiç kimge tüydüğüme kaçıp geldim. Buva, su içe. Buva, içe, içe. Buva, sen tutup ketken adamlar qani? Balam, Bağdun, ulağı yaman adamlar. Ben ulağını azdırıp ettim. Buva, rahat nima kaç geldim? Olmazdı lan. Neme degen yaxşı. Etmeyin lan. Çakan bulun lan. Tez. Çaqqan kalınlar! Buva, buva, buva. Su. Yuka! Balam, Bağdı! Su elinin la! Hey, su elinin la! Hey, bu yak kilonla, su evinonla. Bu yak kiliş! Anninglar bu yak kilinglar! Tez bulunglar! Men sizlarga aytib qo'yay. Bu suvda teri janoblarning odamga jon kirgizadigan dorisi bor. Ichgandan keyin odam kuchli bo'ladi. Yaxshi ishlanglar. Kimki xo'rlik qilsa, uning oqibati ana shunday bo'ladi. Can begim, onunla bir yutum su esle. Ussuzluktan jeni azlık kaptı. Sen nima qilmoqchi? Can begim, sakın bize su esle. Yo'qdan su esle. Anlap duruş. İbrahim yaman niyet bilen bizni ussuzluktan öldürmekçi boğandı. Bırak ussuzluktan ölüş takdirini Xudo onun ata qildi. Sizlar uni doğramasliginglar kerak. Mana bu sudagi apyon harig'i sizlar bilan bizni chambarchas bog'lagan. Agar kimiki qochmoqchi bo'ladi ekan,
Yerim yolga bormay turupla cho'qim ussizlikdan o'lib ketadi. Buni bilib qo'yinglar. Bova, bova. Bağdı. Doktor canapları. Bağdı. Sen çakan. Bova, su. Çakan ket. Çakan. Әттегенде bu sandıqlarının həmmini mıxlab, andın bu şəhərinin ornunu xəritəyə düşürün. Dərhal qayıtıb getəyil. Boladı. Bolmasa bu adamlarının həmmisi susuzluqdan ölüb getişi mümkün. Nima? Siz bu üləməllərini birgə əp ketməkçi bolub atamsınız? Siz, nemi deməkçi? Meningcə eşib qalğan əpyün arqının həmmisini ulağı işküzü deyli. Ular meşədə qalsın. Kəlgüsüdə tarixi yadgarlıqlar qatarında bu yerdə qaldırıb qoymamdıq. Undaqda ularning aileleriga nima deb javob beramiz? Doktor, siz yiliq afsonni unutib qoldingizmi? Nurg'unlagan odamlar bu qumliqdan chiqib ketolmay, mo'rdoq aylanib ketgan emasmi? Ha? Can begin. Körüp de qışqı bolam dekin. Yo'q. Bu narsalarni o'gadaylarning o'g'irlab ketmasligi uchun. O'g'irlab? Bu narsalar Jungoning boyligi. Jungoliq gadaylarning o'g'irlab ketishini qo'qidi ekansiz-yu, teridak chet ellikning o'g'irlab ketishidan qo'rqmamsiz? Yaxshi. Teri janoblari bo'lsa, bir ilmiy arbab. Onun üstüge bizning dota janoblariga shuncha qimmatli sovg'atlarni bergan bo'lsa. Ahmaq. Doktor janoblarining dotaga bergan barliq sovg'atlarning hammasini hisob qilib kelganda, mana mush puchuq ko'mzakning yerim bosig'imi to'g'ri kelmaydi. Canbegim, siz cho'chib ketma. Siz hech qachon ziyon tatmaysiz. Siz bizning sodiq do'stimiz. Doktor janoblari boy sizga oliy sotib bir narsani sovg'a qildi. Qarang, bu odamning jiniga jon qo'shadigan xislatlik dori. Ma. İçine. İçin. İçin. Ular ketib qoldi. Ey qari! Vazifang tuggan ishkanlarni birga o'tisizlar degandim-ku. Mana endi ishkanlar birga o'tinglar. Hocam, meni ağaç kesiler. Mana. Ağaç kesiler hocam. Meni ağaç kesiler. Yo'q.
Mağarayım kısa hocam, bir ağaç kesme. Xudoning dargohi qil. Buva! Ular bizni tashlab ketdi. Buva! Bağıdım. Buva, bizni so'yoq tutsa, biz endi bu yerdan qandoqmi ketamiz? Buva! Deri doktor, men shuni sizga afsuslik bilan uqtirib qo'ymoqchi. Chor podshoh oliylari bugun sizni qabul qilolmaydi. Andaqda podshoh oliylarining ko'zini ko'chirish uchun yo'llagan xaridlarimni qachon qaytarib beradi ekan? Siz sizib chiqqan Jungoning O'rta Osiyo qismidagi 270 xarita bizning tekshirishimizdan eshib tushganligi uchun podshoh oliylari uni qimmatli buyumlarni saqlash iskolatiga selishga buyurdi. Hamda sizning bu hadiyangiz uchun sizga tashakkur bildirishni menga havola qildi. Bu qanday gap? Bilamsiz, mening xaridlarimning qimmati nihoyat zo'r. Podshoh oliylarining siz uchun Yevropaga evatib bergan pullarining hammasini hisoblaganda bu narsalarning hech narsaga arzimaydi. Jami 48 sandiq, buning ichida 24 sandiqqa 160 tane tosh davridagi qadimiy sopol buyumlar qachilangan. 25 dan 40 gacha haykaltarashlik, naqqoshlik san'at buyumlari qachilangan. 48 sandiqqa qadimiy metal pul qachilangan bo'lib, jami 2500 dona deyman. Mumkin emas. Muncha tafsiliy sanni nereden bildiniz? Sandıklarını Rossiya chegarasi kirgizishni burunli qo'yg'ishim bilan pechatlab o'tgan. Nikolay II oliylari mayor Peskov janoblarini qabul qilmoqchi. Buvam ölüp 10 yıldan kiyinmi? Dadam Bağudun Tarım deryası boyundan ayrılmay,
shu yerda hayot kechiribdi. Qani salg'ich qislab podpolkovnik janoblari. Bu kishi mening qadinas do'stim Seyitbay. Bu yoq leytenant Keslov, mening sayohat qo'shinimning dengiz mutaxassisi, shundaqli jug'rofiyashunos. Qani marhamat. Keslov, mening do'stim yasagan bu salqandaroq. Podpolkovnik, men zodli tushunmayapman. Imperiyamiz Yevropa urushi bilan Leninning sotsial inqilobining parakandichiligida bakmo ojishib ketdi. Mana mushundaq bir paytda nima uchun mundaq bir nimalarga tushib Peterburgdan shuncha yiroqlikdagi daryolarda gangrab yurimiz? Yo'q. Keslov, bu gangrash emas. Yapıllar Rossiyaning zemini 300 yildan beri o'ttir hisob bilan kuniga 150 kvadrat kilometr sur'atda bag'ansiri kengib ketib bordi deyishyapti. Biz o'zimizning muqaddas vazifamizni hozir texmi unutib qolmasligimiz kerak. Başlayın. Ölçeşini başlanla. Hop. Çoğunqurluğu. 2 metre 80. Eqi surati. Sekundiga 1 metr. Diqqat. Oldimizda qo'mishliq turdi. Bu zat nimishib ketdi. Biz bir soloqmaga kirib qopdik. Makashal, yo'l boshlag'ich topmasak bu tilsimatdan umri bo'yi chiqolmaydigan o'xshaymiz. Sen berib, ot qismini chaqirib kelgin, bizni so'rab, qirg'oqqa chiqib qo'ysin. Xo'p. Voy, salqini. Keslov! Biz ağamchini kesibdi. Nima? Podpolkovnik janob turya. Bizni sal ayab turdi. Yiroqmi? Shaqirim keladi. Jirini berib baqayli. Janoblari, rolim buz etibdi. Janoblar qarang, xodlar sundirilgan. Buni shayton qildimi nima? Yo'q, buni cho'qim bir odam qilgan. Ha?
Андaq olsa bunu kim qilgandı? Nəhayət yaxşı. Yol başlığıç öz kepti. Ətrafını axtırıb bu adamni çoxum tep çıxış gerek. O tarafta iken, kullanla! Atma! Terik tutmuş! Onu terik tutma! Toxta! Ne kaçacak? Toxta! 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 Keslov. Bugündün başlap Tarım deryasının her bir açılı, sahili, aylanması mana muşu xaritimizga tushadigan bo'ldi da, ha? Bu haqiqatan qimmatli coğrafiya materiali. 10 yil ilgari Teri doktor Taklimakan qumlug'ining xaritasini o'z qo'li bilan Chor podsho oliylariga topshirib bergandan keyin imperiyamizning xaritasida mana mushu Tarim daryosini kam qolgandi. Bugun bu yovvoyi so'ltak oltin oshqishni o'zi akib berdi degina, ha? Agarda o yol başlashga unumsiz-chu. Teqirga bosh agmaydigan odam bu dunyoda texi tug'ilgan emas. Janoblari, bu so'ltak bek joyli ekan. Ha? Juring, men o'zim berib baqay. O'rmonlar. Biz kelishib olsak qandaq? Agarda sen bizga yo'l boshlab berdigan bo'lsang, sana nihoyatda nurg'un pul beramiz. Rost. Hatto cho'ng boy bo'lib ketishi mumkin, ha? Qandaq? Sana nurg'un pul beramiz. Yo'qol! Xudoning dirgayi yo'q! Qandaq? Boshlamsa? Ma'qul. Başlay. Janoblar, hozir pishiramdiq. Ha. Bizning ajdodimiz polvariski, agar yonchog'ingda puling bo'lsa, bir qo'lingda miltiq, bir qo'lingda qamchi o'ynatib,
Hammiyaga mengiyversan degendi. Mana bu yovvoyi soltak uning haqiqiy paketida, ha? Polkovnik. Bu yigitni bir yerda ko'rgandek qilaman. Shundaqmi? Ha. Uyg'urlarda bir tamsil bor, buni sizmi bilasiz? Boyning nafsi bola, hammani o'zimning davola degandek. Siz yana bu bolani mening uyimda qochib ketgan bir molay demoqchimi, ha? Yo'qsa. Undaq emas. U menga tonishdek turdi. Ish qilib bir yerda ko'rgan ismdi bor. Ha? Seyitbay, siz uning quluviga chiqing. Men? Qurolni elavamamsiz. Agar biror ahvol ko'rilsa, bizga xabar qiling. Yaqin surati 5 metr. Bunda ketaveradigan bo'lsa bakma xatarlik. Surat tez. Qirg'oq qayda? Qirg'oq qayda? Qirg'oqqa. Seyitbay, sen meni tanamsan. Buvamni qanday tutib ketganliging esingdan chiqib ketdimi? Ha? İbrahim'in nevrisi sen? Meni yapıqığın, ondan ufkam, bir koşu kanım diley, bir koşu kanım diley, ötünüp kolay, ondan ufkam, rahmıqığın, bir koşu kanım dileymen, ötünüp kolay, ötünüp kolay. Ha? Sandık toklat değil mi? Toklat! Xudo o'zdirsin qo'ysin! Sandık toklat! Kim? Ben. Siyet. Eliqi yovvoyi bola. Zodi kim? Sen aytqina. Zodi kim? İbrahim'nin nevrisi. Yapırma. O tığı terikmeyken. Subhanallah, tarımda ezelden hava güldürülmeydi. Xuda ablet keltiremdi nime, men tirik qasam boladı. Menin pullum, öy vakım, çarvularim ba, xotum palça qılırım ba emesmi? İşte oğlum ba, Cenab-ı Polkovnik, meni qutquzu asla, meni qutquzu Allah, meni qutquzu... Seyit, Seyit, Seyit!
Men bu yerda. Men bu yerda. Polkovnik, siz qayerdan kelishim? Konsulxonada muhim bir ishni xabar qilib keldim. Qandoq muhim ish? Bolsheviklar pochani taxtdan tushirib, Peterburgni egallabdi. Allohu akbar, Öktəbir inqilabının boranları Pichkovni ömürvoyat jungoda qaldırdı. O öz vaqtida Rossiyada yuz bergan inqilobning 32 yildan keyin jungoda yuz berishini hargizmi o'ylamagan edi. O'zri, hay. O'zri bu yoqqa qandoqlab kelib qoldi? Mening odamlarim kommunistlarning zarbasi taqilib ketdi. Nala, chiqat. Jusla, oyoq. Hujraga. Xush keliblar. Qani. Qani marhamat. Shukri. Qani mazaga basla. Pichkov janoblari, o'zlari. Yo'q, mening hozir qismim set. Dadanglarnikiga o'xshaydi. Qani. Chaqa basla. Janoblari, kompartiya keldi. Endi biz qanday qilamiz? Kompartiya. Bundan 32 yil ilgari ular meni vayron qilgandi. Yo'q. Ular endi bu yerda putirab turolmaydi. Uyga bosar, oshta. Pasrik. Oyoq kelinglar. Shimoli Shinjongda Osmon Yolvos Baturlar qo'shin to'plab kompartiyalar erishib Chet ellarmi bizga yordam bermoqchi. Ular bu yerda uzoqqa putirab turolmaydi. Balarim, sizlarni tunuydigan bu yurtdan darhol ketinglar. Biz hammamiz birlikda Torinda askar to'plab kompartiyani Janubiy Shinjongdan qo'g'lab chiqaraylik. Bandit bulmazma. Kapak baş. Korktunlar mı? Men şuncha yildan beri Rus armiyasi bilan banditlik, bosmachilik ishlarining hammasini qildim. Hech kim mening bir tal mo'yinimda o'rtamadi. Sizlar musulmonlar o'zinglarning muqaddas zeminini Xitoylarning oyoq osti qilishiga yo'l qo'yamsizlar? Bizning yarsimin o'ydirimiz yo'q. Chiqarib qana qilamiz? Ahmoqlar. Yalan to'shlar o bir nimalarni taqsim qilishidi. Kompartiya ta'rimga berishdan ilgari biz bu yerdan ketib olaylik. Voy Xudoyim, qanday qilamiz? Lekin ular tarımga ayak basqıcha Xalq Azadlıq Armiyasının çarlaş ətriti tarımga yetib geldi. Abdullah, bak. Doktor yetib keldimi? Kimidi? Bu yerda bir qism banditlar var ekan, yani bir hadis bo'lib qolmasin. Sen Shovli bilan uni oldiga berib boq. Hop. Çarlaş etriti! Çarlaş etriti!
Baş etriti! Ha? Boğa, rahmet sizge. Düja! Doktor qani? Doktorunu tapalmay, müştögün tep geldik. Keçop qalay dedi. Biz işki bölümüzdeyli. Hop! Amine, nim oldu kızım? Çırak, çırak. Yok tügepti mi? Dada, çırak ölsala, ben ölüp kalıma. Amine, andak deme balam. Hudayım şifalık bir. Amine, korkma balam. Hudayım saklaydı. Apan olsa ölüp gitti. Sen bolsan mı künü köy? Menin senindim başka nimem var? Çırak, Amine, ara. Çırak! Çırak! Dada, çırak yanğandan keyin, men endi ölüp ketmeymen. Abla, kesinlikle eğirken. Bu yer bir öldürdü bu. Şunla bir bakalım. Dur bakalım. Duyacağım, doktor, duyacağım, doktor, duyacağım. Duyacağım. Nakip ters sapıcı mı? Duyacağım. Ne diyorsun? He? Bu yer nima adamlar varken? Bir Uygur boyla onun kızı varken. Ha? Tutun ne oldu? Aksap baksan o. Toğraqlıq tutumunu zəxmləndirib aldım. Bu boy meni bir yak geldi. Adı kıryak şok kaldı. Ulan bu adam bile. Fukunum, onun kızı ağır bir gel. Amine, Amine, olvasılar kepti. Biz bir yerden gideyli balam. Tur ornadı, tez. Boğa. Doktorunu kutkuzup kapsız, rahmet sizge. Çıkıp gidir. Ha? Boğa. Yok. Dada, çırak, çırak! Evet. Olvasılar. Çık değil. G'alati bir ish. Duyacağım. O neymiş ki bizden olvasla deydi. Jiranglar, biz ormanlık berip konaylı. Bu tarım acayip mi bir sırlık cayken? Adamların başka ki. Bizning bu yerda o'ltiraqlashib qilishimiz xil tasdiq o'xshaydi. Anda demanglar. Heyli bovay bu yerda o'ltiraqlashib alab to'yu. Biz o'ltiraqlasak bo'lmamdi ekan, ha? Qaranglar, bizning elchimiz keldi. Qandaroq? Yani tünügenkidekla üye kirgizmedi. Ben onunla biz xalq azadlık armiyasi bir yerga tarımni gullantirib keldik deb shuncha essam mu? O yanıl bizni olvasla davatıdı.
Bak mı kız bu ekan? Onun birisi öçü var mı ya? Ehtimal. Bu yerdeki fuqarolar har xil ofatlar tufaylidan mashaqqatda o'tgan. Biz bu cho'llikni o'zgartimiz deyotganmiz, ana shundoq odamlarga tayinishimiz kerak. Menimcha, biz bu chorlashni mana mashhadan boshlaylik. Amine. Amine. Allah sizlar ormanlık uğurlaşıptı balam. Biz bu yerden tez gideyli. Dada. Dada. Ben öyden ayrılmayman. Ondaq deme balam. Ular yeni kep gelişi mümkün. Bizning ketkinimiz tüzükrek. Dada. Apamda bir şey kıldım. Ben apamdan ayrılamayman. Balam. Biz yenilik gideyli. Dada. Ha? Anime. Çırak. Çırak. Bu neylik alğaçlaq koyup koyğam nime? Ne oldu? Kompartiyanın çardaş etri bilen dokuruşup qağılı taslı kaldım. Ular tarım kep boptu mu? He. Qanşık adam? 20 neçe. Hemmisi kurallık. Ular bir yerden kaçlık çırak. Bir günlük yol. Toğraqdaki bir babayının kəpisinin etrafıqa uğurluşuptu. Elik babay ulağı yol başlap berdiken. Yol başlap beremdiken? He. Qandaq babay? Anlaşımca o bu etraf turğuda neçe 10 yıl optu. İlgir o bir sadık Ruslan tarım deresi g'arq qilib yutibken. Şu kende. Kim? Sizlarning dadanglarni o'ltirib etgan malay. He? Şuma? Munofiq gaday o'z vaqtida sen menga yo'l boshlash unimag'anding. Endi ularga yo'l boshlab baginingni bir ko'rib boqay. Amine, ne buldun kızım? Kar besip kılıvatam dinleme. Dada. Ola, korkma, ben yanında. Şu gördün mü? Dada, şimdi ben apamni gördüm. O koyan şehridin bütün bedeni nurgu tümgen aldı kilovatqadek. O bir kolu da altın aşkışını tutup beni çağırvatqadek. Ben jügüreptimen, jügürep yerip gitip onun yeniği zadıl yetip baramıqdekmen. Dada, opamni sığınıp kettim. Opamni kögüm geldi. Opamni görümen dada. Opamni görümen. Opamni. Dada. Men ölüp kalsam opamning yanında koyğin. Men opam bilan birga yotay. Amine. Andaq kəskenmez xiyallarını qılma balam. Ben senindir qandaq mı ayrılıp giteleymen. Bağışlayıp sana oqtay. Her qancha yiraktı bolsumu, bağışını çokum tepkilime. Abdullah! He? Bu ay öyden çıkıp gitti. Dur, kısakның kesilini verip davalaylı. Makıl. Aminem, doğrunuz ne için? Hakkını. Bastı oturun. Doğrunu içsiniz, kesiliniz sakıydı.
Qani bu doğru nişan. Beli. Sen bakşıma? Sizni bakşımı deb so'rayotdi. Bakşı degan avliyo qiyofada kirib olgan aldamchilar. Yo'q. Men bakşı emas. Men bo'lsam yeyishim. Yeyişim? Yo'q. Yeyishim. Yeyişim. Shundoq. Qizchaq. Men azobli armiyaning doktori. Azobli armiya. Uqdingizmi? O sizning gapingni uqmaydi. Biz bu yerga qumni tizginlab, ziroat terib, tarixni gullantirgili keldik. Uqdingizmi? Sizlar Quyi shahardagi oltin oshqishni olgan odamlarmi? Bu nima deydi? Sizlar oltin oshqishni olgan odamlarmi deydi? Oltin oshqich? Amina, dadingiz ne ketdi? Baxshin chaqirg'il ketdi. Dadisi baxshin chaqirg'il ketdi. Baxshi? Doğru ben keremi, keplomuzdan ademi, keplomuzdan ademi, çfey. Keploriken kelimi, keploriken ademi, kekariken keremi, keploriken kiridi dinle davdu bin ademi, keplomuzdan ademi, davudun ademi, davudun ademi, davudun ademi, davudun ademi, köçünler, şeytanlar, köçünler, havudun ademi, keplomuzdan ademi, keploriken keremi, Oradan adamı, çvey, kaporiken kalemi, Hey! Bu bir ahmakanlık. Abdullah, tüh! Yok, bir işki bulmaydı. Sen bunu bilmeysen. Bunda vakti basa, bovay kapı oludu. Sizlar yaqinroq berib, avvalni ko'zib yiqinglar. Hop, tüh! Azamtum aleykum ya divler, ya pirler, akatlıklar, jilan kamçılar, bulut çıkanlar. Doğumdun kademi, köçüm. Kaporiken keremi, kaplomudun ademi, kaporiken kalemi. Adam balıska, ziyan savucular, köçünler, cin hayatlılar, köçünler. İsrafil hakkı, hazrafil hakkı, mikahil hakkı. Köçünler. Köçünler, köçünler, keremi, kaporiden ademi, kaporiden kalemi. Amine. Hatıda kitamba, hatıda kongreler, köçünler, hayatlılar, köçünler, keremi, kaporiden ademi. Bulut kışıkallar, şidan kamçını oynakallar, aklına kegeller, kamçını oynakallar. Köçünler, hayatlılar, köçünler, estağfurullahalazim, estağfurullahalazim. Köçünler, hayatlılar. Estağfurullahalazim, elhamdülillah. Köçünler, Azrail hakkıda geldim, köçünler, İsrafil hakkıda. Azrail hakkıda, Cebrail hakkıda, köçünler. Köçmesenler beşinler. Katlam kılıben köçünler. Amine! Kıvrılama, anlattı. O münafık malay. Xudoga avsiylik qilib, bayga sodiq bo'lmay, dadimizni o'tlagan gunoying uchun Xudo seni allaqachon o'limga mahkum qilgan. Qulontab! Uzoq kelib Tez, otqa mininglar. Tez. Bu. Atrap kaçtı. Derhal kuzana. Hop. Kolaylı.
Uşuk geldi. Buğa. Amine. Amine. Buğa. Buğa. Dada. Amine. Amine. Qandaqroq turding bolam? Kesidan saqayib qoldim. Saqaydi. Mana mushu doktor bizni qutqizib oldi. Dada, ular oltin ochqichni olgan odamlarmi? Oltin ochqich? Tağa, tarımның altın açqıcı özünüzün qolida. Mende? Şundaq. Sizlar tarımның xo'jayinlari. Biz bo'lsaq sizlar bilan birlikda qumni tizginlab, suv boshlab, dehqonchilik qilib, tarımni gullantirgili keldik. Bizim angaştıraylı. Yetişmeyenler. Abdullah, ben bereyip kapkalığa qarap bakay. Meni derya boyda saklap durun ha. Qo'shqonguchi kavab yeydiganmizda. Teröre. Ütme. Oh çıkarma! Qandaq, meni tanıyamayıvatam sen? Biz ikkimiz top-to'g'ri 50 yil elishdik. Men sana şunu aytib qo'yay, tarım mangu senda gadaylanim bo'lmaydi. Olmazdı. Ha? Çıkma. Ha? Olmazdı.
Yol Bashlughuchi! Bova! Bova! Dada! Bova! Yol Bashlughuchi! Bova! Dada! 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 Dadam vafot bo'ldi. Lekin biz ajdodlarimizning qonliq tarixini mangu unutmasligimiz kerak.